Biroz ko'ramiz, qanaqa nimalarga erishamiz, qanaqa qilib yashab qolaman ekan bu yerda. Men birinchi o'rinda tosh topishim kerak, tosh. Aytlardan ko'plab chiqsam bo'ladi. Birinchi mehmondan daraxt bosam. Kuzatib boraverasizlar, qani men nimalar qila olaman ekan 50 kun ichida. Video ketdi endi shu bilan like, podpiska bosib qo'yamiz menga. Sal bag bo'lyaptimi? Hech balo emas. Bo'laveradi. Vaqt o'tkazib turib bo'ldi, uzr. Biz ma'lumotmiz. Bir yo'la tepagami ular mashinaga qo'yib turib birinchi bo'lib kirka yasasak. Kirkani yasasak. Voy bilan nima ikkita qildimmi? Mashitlardan qilaveramiz. Zombilar ovoz kelyapti. Yo'q, kerak tosh. Yaxshi, tezda chiqdi. Skelet ovoz kelyapti-da. Mayli. O'qiydigan joyimiz bormi? Bir mushk yaramasa. To'g'rimi? Meni fikrimcha masjid atrofida g'or bor. Ashingga kelyapti mana harom ovozlar. Aytgancha, akalar biz 70 ta bo'ldik, salkam o'sha 80 ta qolay dedik. Balkim bilmadim, nima deydi, mana shu 50 kun tugatgunimcha 100 ta qolamizmi? Ko'pchilik meni YouTube'dan kuzatadi, ashnimalar. Agar men Instagramdan reelslar bilan kuzatmoqchi bo'lganlar, mayta chiqadi hozir nima deydi, kanal nimasi. Ashitdan bemalol o'tib, qidirib, meni Instagramdan ham kuzatsanglar bo'laveradi. Ko'miram kerak. Mashitda g'or bor-da. Davayt pastga qarab qazib yuraman. Kavlab. Nimaga men tushunmadim. Amal. Hozircha bizga shu yetib turadi. Shu kech payt tushyapti-da, men videoni olgunimcha ham ancha vaqt o'tib qoldi. Endi men tezroq nima qilib olishim kerak, nima deydi. Jitcha bo'lsa ham uycha qurib olishim kerak. Verstash deb yopishib ketadi. Men lapat yasab turib, men matkinga kakras qo'ydi. Ham go'sht bo'ldi, ham jun bo'ldi, lekin menga yana jun kerak. Yana 3 ta jun kerak. Ay bilaman. O'taylar. Menga o'tin yetmay ekanda. Qarami, zombilar kelishni boshladi. Buncha bo'ladi, joni ketmaydi. Men daraxtga mana qo'ydim bormi? Qilich yasodimmi? Yasadim. Birinchi kunni tuniga ham keppanmi?
nima qilgunimcha 3ta, 4ta. 4ta yetadi. Keyin pastdagilarni yo'qottirib nima qilsa bo'laveradi. Tugab qoldi. Ay bo'la. Qachon to'g'ri bo'laman endi men. Mana shu atrofdagi daraxtlarni ham yo'qotib yuborsa yaxshi bo'ladi. Ishkil toz keldi. Yaxshi. Men ashticha vaqt ketib qoldi, men mana shu. Yonimcha 100 ta iskelet toz kelyapti. Yaxshi bir stak bo'ldi. Ya. Men tezda mana shu uchani qurib turib ertaman kutishini kutib o'tiraman. Mana shu daraxt oshiqcha bormidi? 12 ta. Bitta bu. Tom. Enderman. Kim deyapsiz biz? Давайте nima desa bo'ladi? Biz toshdan yopib ko'ramiz. Nima desanglar, ikki qavat qilamiz kun kelib. Kun kelib ikki qavat qilganimizda ba'zi toshdan bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lib turaversin-chi. Ba'zi tosh yetmadi. Kirgan. Nahotki sal tuzira olmayam qilmadim men buni. Yoki fonus qo'yamiz, fonus qo'yib turib. Yetmagan mana. Mana shu bitta teshik ochiq qolib ketyapti, bor. Vestaj. Qani. Mana. Vestajni nega qo'ysak? Yarachi pechga yasamaymiz boru. O'ylab ketsa, men bunday qilib ko'raman-da. Endi men kun botishini kutib o'tiramanmi? Videoni pauza qilib turamiz akalar, mayli. Xullas. Kun ham tushdi. Kun tushdi. Endi biz daraxt olish kerak. Ikkinchi kunga o'tdik. Ganch. Pastda, mana tepadami? Kun turgan bo'lish kerak. Yo'q. Tepada bo'lsa kerak. Xullas, ikkinchi kunni boshladik. Endi hozir shunda biz qo'y. Keyingi safar nima qilmaslik uchun nima deydi? Nima bo'ladi ligini? O'tirmaslik uchun. Kunduzi bo'lishini kutib qo'ydi o'ldirib olgan yaxshi. Temir topganimizda ham yaxshi bo'lardi. Junini olib boshqa qo'y qidirib yurmasdik.
Lekin go'sht ham kerak. Hozircha nima qilib olguncha yetadi. Biz tosh ham qilish kerak. Hozir. Oh, yaxshi qo'y. 3 xil. 3 xil jun. Biz tosh kerak pech yig'gani. Ko'mirni ham olish kerak. Videoda ko'rayotganlar Minecraft o'ynaydiganlar doimiylar bormi? Endi Minecraft bo'yicha kontent qilmasa ham endi telefonida bor, o'ynaydiganlar bormi? Bo'lsa, like yoki komment. Davay. Kutaman. Masalan, mana ham kerak qolamigina. Operachi. Meni fikrimcha kerak o'xshamayapti. Lekin tosh kerak. Uyimdan chiqib bo'lmasam mol bu tepaga qarab ketmoqli. Ketmay qo'ydi. Yaxshi, cho'tki. Nimani olish kerak? Tashlayishgach. Shuni olib kelmanda. Toshimni ishda bo'ldimi? Maq tash ko'rsatgan. Sek, shuni qo'yamiz. Biz hali endi ikkinchi kundamiz. Hammasi hali oldinda. Ko'p narsalarga erishib balkim ishlamasmiz. Jicha sal kattaroq uyimni qo'ysam bo'ldi. Nimaga? Lekin aytib qo'y. Nima desa bo'ladi? Mana shu 50 kun tugaguncha biz 100 ta bo'lsak ham yaxshi bo'lardi. Hozir 77 tamiz. Agar ko'rayotgan odam obuna bo'lsangiz, obuna bo'lsangiz, 80 deb qolamiz. Keyin 100 taga harakat nasib qilib qoladi. Davay. Tosh qildi bir stak biz. Uyimiz hozircha kichkina. Hozir biz cho'pak qilamiz. Cho'pak qilgandan keyin bo'ldi. Nimaga chiqmayapti? Nima bolta yasadim. Chiqmayapti desam, nima ekan? Nima desa bo'ladi? Alohida bo'lib qolibdi. Mana yo'qotib olsak. Bejirimgina uycha bo'lyapti. Lekin men afsuski shu joyda video to'xtataman. Mana toshdan qo'yib qo'yaman. Mana. Shu joyda video tugadi. Ikkinchi kun ham tugadi. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan ro'nis bo'ldi. Manzarani qaranglar, manzarani. Mashallah, borib qolamiz bir kun.